Navbatdagi savol. Ayol eridan ruxsatsiz sochini kesishi joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu masala o'zi aslida ayol kishi eriga itoat qilishini ichiga kirayotgan narsalardan. Ayol kishi erga tekkandan keyin eriga itoat qilish kerak. Ma'ruf ishlarda eriga itoat qilish kerak. Masalan, bir xil er bor, ayolni bo'yanishini xohlamaydi. Yomon ko'raman desa, ayol albatta eriga itoat qilib, o'sha eri xohlagan ishni qilishi vojib bo'ladi. Soch kesish ham xuddi shunday masala. Yoki ba'zan er kes deydi masalan xotiniga. Shunday holatlarda modomiki ma'siyat bo'lmagan ish bo'layotgan bo'lsa, ma'siyat emas ishlarda erga itoat qilishi vojib bo'ladi ayolni. Chunki Alloh taolo aytadiki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklar ayollar ustida qavvom, ya'ni qavvom degani oila boshlig'i. Bu deganiki ayol kishi eriga ma'ruf ishlarda, ya'ni yaxshilik ishlarda, ma'siyat bo'lmagan ishlarda itoat qilish kerak bo'ladi. O'shalardan biri o'sha soch masalasi. Agarda eri shuni qilmagan shu ishda desa, albatta ayol itoat qilishi vojib. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi farosatli, aqlli ayol eridan ya'ni erini rozichiligisiz, eri javrab tursa, qilma shu ishni deb qilishi to'g'ri bo'ladimi shu narsa? Mantiqan o'ylab qaraganda ham oilani o'ylagan ayol, bola chaqasini o'ylagan ayol, oilam yaxshi totuvli bo'lib ketsin degan ayol albatta eriga itoat qiladi bu masalada. Chunki bundan keyin o'sha shayton o'rtaga aralaydi, erining ko'nglidan qoladi. Va hokazo, nimaga sochini kesdi deydi. Er xohlamasa sochini kim ko'rsatadi? Ayol o'zi. Ayolning sochini o'zi kimga keragi bor uni? Albatta eriga kerak, eriga ziynatlanish kerak ayol. Eri kesmagan deb turgan bo'lsa uni, bu narsa o'zi albatta hamma tomondan noto'g'ri tushib qoladi.